Avtomobilingiz mo'kida yuvilayotganda lak qoplamasiga zarar yetayotgan bo'lishi mumkin. Mikro chizilishlar, dog'lar va hokazo. Bularni oldini olish uchun sizga soddagina 3 ta layfhak o'rgataman. Bilaman, bu narsani siz bilishingiz mumkin, lekin bilmaydiganlar ham bor. Bu layfhaklarimizni aynan shular uchun. Kuchli bosim bilan darrov yuvmang. Ko'pchilik avtomobil yuvish joyida darrov baland bosimli suv bilan yuvishadi. Kuchli bosim ostida mayda chang zarralari bo'yoqqa botib, mikro chizilishlarga sabab bo'ladi. Avval yumshoq suv oqimi bilan chang va kirlarni yuvib tushiring. Shundagina keyingi bosqich samarali bo'ladi. To'g'ri shampun tanlang. Avtomobil uchun shampun oddiy kir yuvish vositasi emas. Uni ketma-ket va to'g'ri tanlash kerak. Birinchi bosqich aktiv kimyo. Bu shampun kuchli kir va yog'larni yumshatish uchun ishlatiladi. Muhimi shampuni sepib 2-3 daqiqa kutish. Shunda u kirni o'zi ajratib beradi. Keyin esa suv bilan yuvib tashlang. Ikkinchi bosqich lak uchun maxsus shampun. Bu shampun lak qoplamasiga zarar yetkazmaydi. Aksincha, uni yumshoq tozalaydi va himoya qiladi. Eng katta xato qattiq cho'tk yoki oddiy latta ishlatish. Bu lak yuzasida mayda izlar qoldirib, ko'rinmas shikast yetkazadi. Mikrofibra yoki yumshoq gubka ishlating. Bu lak yuzasini himoya qiladi va avtomobil jilosini saqlab qoladi. Uchinchi bosqich himoya qatlami. Bu maxsus vosita avtomobilni tezroq quritish, suv dog'larini oldini olish va porloqlik berish uchun ishlatiladi. Muhimi uni faqat toza avtomobil ustiga sepish kerak. Quritish oxirgi lekin muhim bosqich. Mikrofibra sochiq yoki havo kompressori bilan quriting. Yuzada dog' qolmaydi. Lak ideal jilolanadi. Agarda siz bu layfhaklarni bilmagan bo'lsangiz, mana endi bilib oldingiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada albatta o'z izohingizni yozib qoldiring va bizga obuna bo'ling.